saratonga chalingan insonlarning ma'lumotlari to'planadi va modelga o'qitilinadi. Senga informatsiya berayotgan odam kim o'zi? Uni ikkita funksiyasi bor. Birinchisi pulni ajratadi, ikkinchisi uni nazorat qiladi. 5 million sun'iy intellekt prompterlari loyihasiga start berildi. Ya'ni o'zi nima u? Ko'chadagi bitta ishsiz bekorligidan sal o'rgandida Instagramga chiqib gapiryapti u ham. Mobil dasturchi yoki web dizayner degan sohalar bo'lganmi? Hozirgi kunda mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalari qanchalik insonlarning hayotiga kirib boryapti. Tasavvur qiling, ko'chada avtobus ketyapti-da, o'zi to'xtab odamlarni oladi, lekin haydovchisi yo'q. Microsoftda ham, Teslada ham, Google'da ham, Facebookda ham necha minglab ishchilarni olib tashlashdi. ChatGPT bor, Gemini bor, misol uchun Gamma degan har xil modellar bor. Har bitta sohani o'zining egalari bor. Saraton kasalligiga chalinish ehtimolini aniqlab bera olar ekan. Muammo javobgarlik masalasi. Sen bu yerga hammasini aytib qo'ydilar o'zi.